alaykum aziz va qadrli obunachilar va yurtdoshlar. Mana bugun sizlarga original bo'lgan Aren fermamizda klientimiz hozirga berish jarayonidamiz. Aren 13 kuchlik dizelli motoblogimizni klientga berish jarayonidamiz. Salerka moylarni solib cho'tka qilib ishlatib kelish jarayonidamiz. Akalar, Aren motobloglari haqiqatan nomerli motoblogingizdan ko'pchilik misol ishlatmagan odamlar bu qimmat, bu narsa umri uzoq bo'lishini istasangiz, sifatli yaxshi motoblog olib ishlating. Hamisha pulingizga achining, men sizga sevmayman. Pulingizga achining, behuzurlar. Nimalar ko'rishingiz mumkin. Hozir mana uni Aren motobloglarimizni benzinliklari, salarkaliklari buni klient ishlatib tekshirganmiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Ishlashlari gap bo'lishi mumkin emas. 13 kuchlik akalar bir joyda turadi. Sifat jihatdan, quvvat jihatdan eng zamonaviy zo'r ishlangan original motoblog. Motoblogimizni svitlari, paralarini bir ko'rasizlar. Parani qaranglar, parani. Para nima deyapti para? Bemalol ko'rishingiz mumkin. Kechqurun akalar led kelsa kerak emas. Ishlash jihatdan ancha zo'r ishlangan motoblog hisoblanadi. Akalar buni misol menda kultivatsiya apparatlarini qo'shib ishlatsangiz bo'laveradi-da. Ancha sifatli motoblog. Bu ko'pchilik aka-ukalarimiz bu motoblogni misol ishlatmagan bo'lsa, yaxshi bilasizlar-da, motoblog olayotganda korobka qismiga birinchi navbatda e'tibor berasizlar. Mana shu 7 kuchlik hisoblanadi. Buni korobkasini qaraysiz, qanday qalin ishlangan. Motokultivatorni mana shuni akalar kun hozir tuman. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Hozir o'chiraman. Men bilan bu oxirgacha ko'ringizlar, o'chiraman, tortib o'talg'izaman. Kalitda emas. Tortib o'tirg'izaman, u tortib. Tortma bilan o'taltirg'izaman, hozir ko'rasizlar. O'chiring. O'chiring. Mana o'chdi. Endi ko'rasizlar, hozir men sizlarga mana shuni tortib o'taltirg'izib beraman. Tak, ushlang mana uni. Mana shu mana hozir videoni ushlaydi. Tak, endi men sizlarga aziz obunachilar uchun gap so'zi spoti uchun misol kelasa mana bu katta motoblog. Buni oddiygina misol tushunmagan inson o'taltirg'iza olmaydi. Mana men sizlarga oddiy shuni tortib o'taltirg'izib beraman. Bitta oldi qo'lni qo'yasizlar mana shu yerdan. Akalar, sifati ideal ishlangan. Chunki bundan motoblog sotayotgan motoblogga bunday ishlamaydi. Shuning uchun sizlarga ancha-muncha Aren motobloglarning sifati, quvvatlarini tushuntirib o'tyapman. Misol xohlasangiz 360 graduslik agrofermamiz ham juda baquvvat ishlangan, shuni Aren'da ishlangan chiziklar bilan qo'yib ishlatishingiz mumkin. Xohlasangiz akalar Texa motoblogimiz bor. Endi Texalar qanday to'g'ri, ko'pchilik maqtaydi. Bu Texa motoblogi oddiy motobloglarni mana misol oddiy motobloglar bor, hamma bilgan motobloglardan sifat jihati yaxshi, lekin bu legendarniy deydi, super deydi, super. Вообще idealni superda bu. Buni nimasi ham, benzinligi ham, salarkaligi ham. Akalar qaysi motoblogni mana shu 17 kuchlik benzinli bo'lsa, shuni ham klientga bergan jarayonimiz bor. Va bemalol ko'rishingiz mumkin, shtirik kodlari bilan qo'yib qo'ygan. Shtirik kodi bilan qo'yib qo'ygan akalar. Shtirik kod qaysida bor? Shuningizga e'tiborga olasizlar. Bu 7.500.000 so'm skidkaga ko'tarilgan. Bu motobloglar akalar undan verma, bu motobloglar ancha aqlli ishlangan. Akalar buni sifatiga e'tibor berasizlar. Buni sifatiga e'tibor berasizlar. Faralar ishlashi, narsasini. Akalar idealda, вообще. Shuning uchun kelib bemalol Aren motobloglarni bexijolat 5 yil, 6 yil shuning uchun garantiya berib sotamiz. Akalar 5 yil, 6 yildan beri ishlaysiz.
xohlasangiz mana Arien nima original ishlangan 6 million so'mdan skidga narxlarda qilib qo'yganmiz. Bundan olishingiz mumkin. Bemalol 7 ochinglar. Buni korobkalar, akalar, korobka hammasi bir xil bo'ladi. Shuni e'tibor beringizlar. Arienlarning korobkasi faqat baquvvat firmani o'zini mana ko'ringiz. O'zini maxsus embli hammasiga mana endi meni benzinligiga ko'rdingiz. Men sizga aytaman, mana dizelnigi mana shu boyagi ishlatgan dizelnigi bo'lsa, dizelligini ham mana yoniga ko'rsangiz mana bir xilda. Ko'rasizlar, chuqurchasi bir xilda. Hammasiga bir xilda. Chunki bu Aremada qolgan motobloklar bu zavod emas, zavod quvvat, hammasi sifati zo'r. Shuning uchun akalar kelasizlar, sifatli, yaxshi motoblok ber desangiz, Jon aka sizlar uchun yaxshi motoblok bersa, gap eshitmaydi deydi. Shuning uchun kelasizlar, like, podpiskani bosib, biz ham ko'payaylik. Akalar, shuncha kishi bez podpiska, bez narsa ko'rgan ekan. Shuning uchun akalar, kelasizlar, bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Просто like, podpiskani bosamiz. Akalar, jonlaringiz sog' bo'lsin.